emas. Alloh taolo bergan rizq nasiba bor. Nima qilsang shuni yeysan. Undan ortiq ola olmaysan. Shunaqa dunyo bu. Uni so'raysan Xudodan, o'zi beradi. Lekin xizmat qilasan, harakat qilasan, yotmaysan uyingda. Ilm olasan, o'rganasan, til o'rganasan. E'zozlab qidirsin seni. E'zozlasin. Menga manaqa kadr kerak desin. Yo bir 200 so'm bersam o joyga kirgizib bo'lmaydi u. Foydasi yo'q ish. Shuning uchun mehnatni qilish uchun avval bilim olish kerak. Mehnat qiladi odam, ketmon ham chopish mumkin mehnat, lekin uni ham bilimi bor. Men hamma ishni qilganman. Go'dayligimdan ish qilganman. Yosh bolaligimdan 5-6 yoshimdan boshlab akam 4 yoshda qo'y boqardi. 500 ta qo'ydi, bittadan bilardi, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bittasi yo'qolib qolsa, mana qo'y yo'q der ekan. Bu shunaqa narsa. Mehnat qilasan, ilm olasan, o'rganasan. Seni qidirsin odamlar. Mana shu manaqa usta ekan, qo'li usta ekan, yo manaqa ekan, yo bunaqa ekan, yo manaqa bilimdon, yo matematika, yo u, yo adabiyot, yo bu. Qidirsin. Qidirib, pul seni qidirsin. Sen pulni qidirma. Mana bu ishni o'rganish kerak. Hozirgi vaqtinglar bekorga o'tmasligi uchun gapiryapman. Qizlarim, o'g'illarim. Buni bekorga o'tkazib qo'ymang. Ingliz tilimi, Xitoy tilimi, Chin tilimi, hamma tilni o'rganaver. Va ilmini o'rgan. O'sha kompyuterini o'rgan, boshqasini o'rgan, uni o'rgan, buni o'rgan. Oldinga o'tish kerak. Endi yuksaladigan paytingiz keldi. Esingizdan chiqarib qo'ymang. Yuksalish keldi. Imkoniyat berildi sizlarga. Men eplay olmayman hozir u kompyuterda. Mana hozir sizlarda qo'lingizda bor u narsalar. Ilgari bir uy kitobim bo'lar edi. Hozir bitta mana unday bitta kichkina narsaga sig'yapti o'sha bitta kitob. Shuni o'rganinglar, imkoniyatinglar bor. Men sizlarga omad tilayman, baxt tilayman, yurtimizga tinchlik, barokat tilayman. Yurtboshimiz iloyim sog' salomat bo'lsin. Sizlar ularga sodiq bo'linglar, sodiq bo'linglar. Zaman bizning zaman davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Zaman bizning zaman davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon. Degan shiori bizga shiori hamisha. Shiorimiz tarqalmoqda qit'alar osha. Biz yoshlarimiz ishchidan hamda talaba. Tinchlik albat yer yuzida qilar g'alaba. Zaman bizning zaman davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon. Zaman bizning zaman tamom bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon. Yer u ko'kni titratuvchi vulqonlarimiz. Tinchlik uchun hur vatanning qalqonlarimiz. Biz
yoshlarimiz otalarining belida quvvat, onalarining ko'z qorasi amjonlarimiz. Zaman bizni zaman davrimizniki, qo'limizda yeru osmon imkon. Qo'limizda yeru osmon imkon bizniki. O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibi hamda Qo'qon davlat pedagogika institutining faxriy professori Sherali Jo'rayev